Salom do'stlar, bir necha yil oldin tradingda pul ishlash juda qiyin edi va 3-4 yillik tajriba talab qilar edi. Lekin hozir sun'iy intellekt juda tez rivojlanib bormoqda. Sun'iy intellekt asosida ishlaydigan bot yordamida Pocket Option platformasida juda katta pul ishlash mumkin. Bunday bot soniyalar ichida bozorning o'zgarishlarini tahlil qilib, juda katta aniqlikda signal beradi. Uning signallari yordamida kuniga $500 atrofida pul ishlash mumkin. Bu botni bepul olish uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozir esa botning signallarini qanday ishlashini amalda ko'rsatmoqchiman. Hop, ko'rayotganingizdek balansimda $65 bor. Birinchi сделкani bu pulni hammasini tikmoqchiman. Botga kirib kerakli valyutalar juftligini tanlaymiz. Bu yerda turli xil juftliklar bor. Bizga kerakligi esa Yangi Zelandiya dollari va AQSh juftligi. Mana bot ham signal berdi. 2 daqiqa yuqoriga signal bermoqda. Vaqtni 2 daqiqalikka qo'yib savdoni ochdim. Endi kutamiz 2 daqiqa. Shu vaqt ichida agar kurs yuqoriga ko'tarilsa $118 ishlaymiz. Keling endi videoni cho'zib o'tirmasdan videoni tezlashtirib yuborib natijasini ko'ramiz. Va mana birinchi signal to'g'ri chiqdi. Balansim $118 ga yetdi. Endi yana hammasini tikib сделка ochaman. Bot yana yuqoriga signal bermoqda. Yana 2 daqiqa kutamiz. Zo'r ketyapti hozircha hammasi. Voy, signal ham to'g'ri chiqdi. Balans $216 ga yetdi. Yana har doimgidek hammasini tikib signal olamiz. Yana yuqoriga signal bermoqda bot. $216 tikib, vaqtni 2 daqiqalikka qo'yib, yuqoriga сделкani ochdim. Qancha ko'p pul tiksangiz, shuncha ko'p pul ishlaysiz. Shuning uchun ham odatda har doim men balansimdagi hamma pulni tikaman. Botimiz sun'iy intellekt asosida ishlaydi va umuman xato qilmaydi. Do'stlar, bot zo'r ishlayapti. Balans $396 ga yetdi. Bu gal endi yana $50 tikmoqchiman. Bot signal berdi, ko'rayotganingizdek. Vaqtni 1 daqiqalikka qo'yib, pastga signal ochish kerak bo'ladi. Botning signali bo'yicha. Shunchaki zo'r do'stlar, balans $437 bo'ldi. Tradingimizni davom ettiramiz. Xo'sh, keyingi signal yana yuqoriga beryapti. Vaqtni 2 daqiqalikka qo'yish kerakligini ko'rsatmoqda. Qani ketdik yuqoriga. Ajoyib, balans $479 bo'lyapti. Hozir endi keling $100 tikib ishlaymiz. Botning signali bo'yicha yana сделкаlarni ochamiz. 1 daqiqa ichida kurs yuqoriga ko'tarilishi kerak. Bu gal ham signal to'g'ri chiqdi. Keling endi yana bir bor bugungi kunning oxirgi сделкасini ochamiz. Ajoyib. Hamma сделкаlar bugun plyusga kirdi. $65 bilan boshlab, balansni $645 ga yetkazib qo'ydim.
Mana сделкalarini ko'rishingiz mumkin. Balansni 10 barobar ko'paytirdim. Bot shunchaki zo'r ishlamoqda. Bu video sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Agar siz ham sun'iy intellekt asosida ishlaydigan bot bilan pul ishlashni xohlasangiz, menga Telegram orqali yozing. Telegram akkauntimga havolani shu video izohlarda yoki kommentariyada qoldirib ketaman. Ushbu botni men sizga mutlaqo bepulga beraman. Siz esa har oy bot yordamida ishlagan pulingizni 10% ni menga berasiz. Xullas, shunday gaplar do'stlar. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.